Arkadaşlar, Şarkı Türkistan Sürgünlü Hükümeti Televizyasının haberler programısına görüşlerine kısmen karşıladınız. Şarkı Türkistan Sürgünlü Hükümeti'nin baş ministeri Salih Hudayer Efendi 4 fevral günü Erliko kanalının ziyaretini kabul kılıp, Şarkı Türkistan'ın yakın zaman tarihini, Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi'nin chet eldeki ahvalini ve Xalqaro jamiyatning Şarkı Türkistan üçün nimalarni qilishi kerakligini anglatib mundaq dedi. Şarkı Türkistan Uyghur, Qırgız, Qazaq ve başka Türkiye milletlerinin ana vatani bulup, Türklerinin 6000 yıllık tarihi ega makani. 1877 yılı Manchu Çing sulalisi Şarkı Türkistan'ı işgal qilib, 1884 yılı yangi chegara ma'nosida keladigan Şinjan degan ishg'ol nomini qo'ygan. 1911 yılı Manchu Çing sulalisi yiqilgandan keyin Şarkı Türkistan xalqi milliy uyg'unish harakati qo'zg'agan bo'lsa-mu, 1912 yılı Şarkı Türkistan Cumhuriyetini e'lon qilish arafasida vahshiylarcha zarba yegan. 1930 yılı Şarkı Türkistan'daki Türkiye xalqlar Şarkı Türkistan Cumhuriyetini qurib chiqqan. Sovetning aralashishi natijasida 6 oy ichida vahshiylarcha yo'qotilgan. 10 yildan keyin, ya'ni 1944 yılı 11 ayning 12 kuni Şarkı Türkistan Cumhuriyeti qaytadan e'lon qilingan. 1949 yılı 12 aygacha Sovetning yordami bilan Xitoy Şarkı Türkistan'ni ishg'ol qilib, hukumatni ag'dirib tashlag'icha mustaqilligimizni saqlab qola olgan. Xitoy Kompartiyasi Şarkı Türkistan'ni ishg'ol qilgan 72 yil mobaynida mustamlaka qilish va irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizib kelmoqda. Şarkı Türkistan sürgünlü hükümeti Kazakistan'da kurulgan bolsa-mu, Sovet İttifaqı sürgünlü hükümetinin öz territoriyasi içinde kuruluşunu, hükümetke sahipxonlik qilishni rad qilgan. 1992 yılı Sovet İttifaqı parçalangandan keyin sürgünlü hükümetimiz tepib chiqarilgan. Keyin Türkiye Şarkı Türkistan Milliy Qurultayga sahipxonlik qilishni xohlagan. 1990 yılning oxirida Türkiye hükümeti Xitoyning besim qilishiga uchragan. Natijada Şarkı Türkistan mustaqillik da'vosi Yevropa, Kanada ve Amerikada elib berilishga boshlagan. 2004 yılı Amerikadagi xalqni qoyil qilish natijasida Amerikadagi Şarkı Türkistanliklar bir yerga jam bo'lib, Şarkı Türkistan sürgünlü hükümetini qurgan. Amerikaning parlament binosida yig'inimizni chaqirgandan keyin Şarkı Türkistan sürgünlü hükümetinin qurulganligini e'lon qildik. Noyabrda, ya'ni 2 hafta o'tgandan keyin Xitoy diplomatlari, Xitoy hukumati buningga diplomatik qarshilik ko'rsatdi. Amerika hükümeti Şarkı Türkistan sürgünlü hükümetinin kurulganligini, Amerika hükümetinin bunu qo'llamaydiganligiga oid bir bayonot e'lon qilishga majbur bo'ldi. Biz Şarkı Türkistan sürgünlü hükümetinin mavjudligini saqlab qolishga tirishdik. Chunki Amerika demokratik bir davlat, qonun bilan boshqariladi. Qonunga, demokratiyaga hurmat qilinadi. Bizning hukumat qurishimizga qarshi turadigan qonun va boshqa to'salg'ilar yo'q. Bizning Şarkı Türkistan haqidagi bayonotlarimizni vaqalarni New York vaqti jurnali muhim hujjat sifatida zapas hujjatlarga yo'shirib saqlaydi. YouTube bilan bizning masalamiz yo'q. Ba'zi sinlarimizni elayotganda biz masalani hal qilishni talab qilamiz. Twitter eng yaxshisi. Facebook bilan bir oz masalamiz bor. Facebook qo'sh o'lcham qo'llandi. Bexatarlikim ham Xitoy mallarini boykot qilishni tashviq qilganligim uchun men Zoom qo'llanmayman. Şarkı Türkistan meselesi mevcut mesele. Şarkı Türkistan'daki köreş 100 yıldan beri davamlaşıp kelayotgan köreş. Şarkı Türkistan'ın yer meydanı 1.828.418 kvadrat kilometr kelgan bulup, Texas ştatidan 2 yerimesi çoğun. Nefit, tabiiy gaz, uran, altın, kumush qatarlıq mol tabiiy bayliq zapısıga ega. Bitcoin kanlarımı Şarkı Türkistan'da. Quyosh energiyasida ishlatadigan polisilikon ta'minlash zanjirining 20% Şarkı Türkistan'dan keladi. Xitoydagi paxtaning 80%, dunyo paxtasining 20% Şarkı Türkistan'dan chiqadi. Şarkı Türkistan Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining ul tashi. Shunga Xitoy Uyg'urlarni terrorizm va oshqo'llikqa bog'lab yo'qotib etish uchun 2014 yildan boshlab jazo lagerlari va turmalarni qurib, millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni qamab, irqiy qirg'inchilik yurgizib kelmoqda. Xitoy Uyg'urlarning kültürü ve medeniyetini yo'qotmoqda. G'arb texnikasining bizga yordami shu bo'ldiki, Google tarjimasiga Uyg'ur tili qo'shildi. İngilizce bilmaydigan Uyg'urlar buningdan foydalandi. Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Chex, Litva, Fransiya, Belgiya qatorliq davlat parlamentlari va ba'zi davlat hukumatlari irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Xalqaro Olimpik komiteti bu qatimqi Olimpik tantarbiya musobaqasini kishilik huquqqa hurmat qiladigan Qozog'iston qatorliq davlatlarga yetkazsa bo'ladi. Ammo Xalqaro Olimpik komiteti Olimpik tantarbiya musobaqasining yanada Xitoyda o'tkazilishini qaror qildi. Biz 2 hafta ilgari Olimpik musobaqalarini ko'rmaslik faoliyati boshlatib, Uyg'urlarga yordamlashib, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga chaqiriq qildik. Biz xalqni qo'zg'adik.
xalq qurultayga besim qilish orqali hukumat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi. Xitoyga iqtisodiy jazo yurgizdi. Xitoy yaqinqi 6-7 yil mobaynida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga vahshiy usullar bilan irqiy qirg'inchilik yurgizib kelyotdi. Hukumat texmi ahamiyatli harakat qo'llanib, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishi kerak edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyga berib tekshirish ilib bormadi. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tekshirishini xohlamaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotini ziyoratga taklif qilib, tekshirishga yo'l qo'ymasa, Mashal vakilatining Sharq Turkistonga ziyorati xuddi ayni vaqtdagi Qizil Kirist jamiyatining Gitler irqiy qirg'inchilik yurgizib, nurg'ulg'an yahudilarning jonini olgan Nazi kamplarga qilgan ziyaratidan farqi bo'lmaydi. Xalqaro insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikni tekshiradigan ikki o'rin bo'lib, biri Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi, yana biri Xalqaro adolat sudi. Sharq Turkiston besib ilingan zamin bo'lg'achqa Xalqaro adolat mahkamasiga a'zo bo'lmaganlikdan biz Xalqaro adolat mahkamasida Xitoy ustidan da'vo ocholmadik. 2020 yil 6 oyda biz, ya'ni Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakati chet ellarda yashayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchragan Sharq Turkistonlik turkiy xalqlar bilan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan arz sundiq. Agar xalqaro Uyg'urlarga ahamiyat bersa, Beijing Olimpik tantarbiya musobaqasi elib berilayotgan va musobaqa oxirlashib qisqa vaqtdan keyin Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan bizning sungan arzimizni qabul qilishni, Xitoyning jinoyatini tekshirib javobgarlikka tortishni talab qilishi kerak. Anas Qantar Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga, Tibet va Hong Kongdagi inson haqlari dafsanchiligiga qarshi ovoz chiqardi. Beijing 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqiriq qildi. Biz dunyodagi inson haqlari qurilishlari, shirkatlar va insonlarning olimpik tantarbiya musobaqasini ko'rmaslikka chaqiriq qilgan hashtag faoliyatimizga ovoz qo'shib, ijtimoiy axborot vositalarida bu faoliyatni keng ko'lamda qanot yaydirishni, olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishni, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishni talab qilamiz. Atalmish oqartish harakatiga Xi Jinping bevosita rahbarlik qilgan. Xitoyning ichki maxfiy hujjatlarida Xi Jinpingning 2014 yili Sharq Turkistonliklarni yovvoyi o't-cho'pga o'xshatganligi, 30% Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni qamashga, 30%ni o'ldirishga, 30%ni osmolasiya qilib yerlik Xitoyga aylantirishga buyruq tushirganligi xotirlangan. Yerlik hukumatlar Xi Jinpingning buyruqini ijro qiladi dedi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer apandi News Market'ning programmasiga qatilib, Olimpik musobaqasining Beijingda o'tkazilmasligi kerakligini, Qozog'istonning Almaty shahrida elib berilsa uyg'un bo'lganligini, diplomatik boykotning ishga yaramaydiganligini, faqat Xitoyga irqiy qirg'inchilik musobaqasiga sohibxonlik qilish orqali sharaf qozondiradiganligini, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatidan tinib olib, irqiy qirg'inchilikni davomli yurgizishiga, jinoyatini oqlashiga sharoit hozirlaydiganligini, dunyodagi mutlaq ko'p qism insonlarning hozir Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan 21-asrdagi irqiy qirg'inchiligidan xabardor emasligini, Xitoyning olimpik mash'alini yiqish uchun Uyg'urni tanlash orqali irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga yordam berishni to'sqanligini, 2017 yildagi qalaymaqon tutqun qilishda 100 nafardan ortiq oila a'zolarining tutqun qilinib, turma va jazo lagerlariga qamalganligini, 4 nafarining shahid bo'lganligini, jazo lagerlari va turmalarga qamalganlarning majburiy tug'mas qilib o'tish, majburiy dori ichkizish, ukol selish, sistemlik bosqinchilik, organlarini sug'urib olish, o'ldirish qatorliq vahshiy bostirishga uchraydiganligini, lager va turmalarning atrofiga dafn qilish asliyalarining ta'sis qilinganligini, lager shohidlarining aytishi va axborot vositalarida ma'lum bo'lishicha, lager va turmalarda o'limning davomli yuz berib turadiganligini, 1900 lagerda kunda 1% kishi hayotidan ayrildi degandimi, har kuni Sharq Turkistonda 1900 nafar Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning hayotidan ayrildiganligini, 1936 yildagi Berlinda o'tkazilgan olimpik tantarbiya musobaqasi Gitlerni qayta jasoratlantirgan bo'lsa, bu qatimqi Beijing irqiy qirg'inchilik musobaqasi Xitoyni jasoratlantirib, irqiy qirg'inchilikni davomlashtirishiga sharoit hozirlaydiganligini aytdi. Yaqında Suriyaning sharq shimolidagi Xavl musofirlar lagerida 3 nafar ayol va 2 nafar bolaning etib o'ldirilganligi haqidagi xabarlar tarqalgandan keyin Sharq Turkiston surgundi hukumati 7 fevral kuni Suriyadagi Uyg'ur bolalar va ayollarning etib o'ldirilishiga aloqador bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda mundaq deyiladi: Yaqında Suriyaning sharq shimolidagi Xavl musofirlar lagerida 3 nafar ayol va 2 nafar bolaning etib o'ldirilganligi diqqatimizni tortdi. Kurd qismlari Suriyaning sharq shimolidagi Al-Xavl musofirlar lagerining chet el qismiga o'q chiqargandan keyin nurg'ulg'an ayollar va bolalar yaralangan.
Bu vaqada o'ldirilgan 3 nafar ayol va 2 nafar bolaning Uyg'ur ekanligi to'g'risidagi xabarlar ijtimoiy aloqa vositalarida avj oldi. Biz bu xabarlarni dalillayolmayotgan Amerika hukumatini o'z ichiga olgan xalqarodagi davlat hukumatlari va aloqador organlarni bu voqeani tezdan tekshirib, javobgarlarning mas'uliyatini surishtirishga chaqiramiz. Buningdan boshqa, hozir Suriyaning demokratik kuchlari boshqaradigan Suriyaning sharq shimolidagi Al-Xavr musofirlar lagerida taxminan 540 nafar Uyg'ur ayol va 2300 nafar Uyg'ur bolasining tutib turilganligi faraz qilinmoqda. Biz xalqaro jamiyatni bo'libmi Amerika, Yevropa ittifoqi va Turkiya hukumatlarini Suriyadagi Xavl musofirlar lageridagi Uyg'ur bolalari va ayollarni qutuldirib, ularning baldurroq xotirjamlikka erishishiga yordam qilishga chaqiriq qilamiz. Mən rəhbərlik qılğan bu qəhrəmanlarning qalbida yıldız tartqan g'alaba e'tiqodi yo'qolmasa, hech bir kuch bu muborak vatanimning eng oxirgi tog', oxirgi yeza va eng oxirgi bir parcha tashqicha qo'g'dishimga to'sqinlik qila olmaydi. Bütün avlodimni, oilamni qilich bilan qirib tugatsimi, oxirgi shogirdimni yo'qotibasimi, men yanala dushman bilan jang qilaman. Bu mening eng oxirgi javobim deydi Kavkaz qahramoni Sheyx Shamil. Ishonch yerim g'alaba. Mantiqini qo'llangan əmli hərəkət bilan birləşsə, g'alaba bütünləşidir. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köngünüzlər üçün köp rəhmət. Kelər qıtımqı proqramımızda görüşkəcə Allah'a amanet bolayısınızlar.